Xo'sh, menda 2026-yil yanvar oyi hisoboti. Shu paytgacha bunaqa yo'nalish bo'yicha video qilmagandim, lekin bundan buyog'iga 2026-yil uchun hozircha har oyi o'zimni oy hisobotini video qilib berib o'tmoqchiman. Bu bir necha yo'nalishlar bo'yicha bo'ladi. Bu keyinchalik yana oshib borishi mumkin. Hozircha 4 ta yo'nalish bo'yicha yanvar oyida nima qilganligim, qanday natijalarga erishdim, nimalar harakatlar qilganligim haqida aytib o'taman. Xo'sh, yanvar oyida birinchi kategoriyamiz bu universitet. Yanvar oyida hamma universitetlar kabi bizning institutda ham sessiya imtihonlari bo'lib o'tdi. Bu asosiy fanlardan, ya'ni anatomiya, fiziologiya va gistologiya fanlaridan imtihonlar bo'lib o'tdi. Imtihonlarga tayyorgarlik ko'rdim va har bir imtihondan o'tdim. Va oyni oxirida, yanvar oyining oxirida 26-yanvar kunidan boshlab bizda 10 kunlik qishki amaliyot praktika boshlandi. Praktika bolalar onkologiya ilmiy tibbiyot markazida bo'lib o'tdi, aynan bolalar bo'limida. Biz mana shu binoda amaliyot qilamiz, ya'ni bolalar bo'limi mana shu yerda joylashgan. Xo'sh, amaliyot jarayoni 10 kun davom etadi. Hozir 4-amaliyot kunimiz. Xudo xolasa soat 9 da amaliyot boshlaymiz, soat 2 gacha davom etadi. 2 gacha biz o'sha hamshiralar bilan birgalikda o'sha bemorlar bilan ishlab, shifokor yozib bergan retsept bo'yicha shu nima qilish kerak bo'lsa o'sha qilinadi. Shunga yordam berib studentlar o'rganishadi. Hamshiralar bilan ishlab, ularni oldida yordam berdik va shu jarayonda qatnashib qandaydir bilim, amaliyot ko'nikma oldik. Xo'sh, universitet shunday o'tdi yanvar oyida. Darslar hali boshlanmadi. Imtihonlar bo'lib o'tdi, praktika bo'ldi. Ikkinchisi sport. Sportga oyida 10-12 martagacha yugurishga chiqishni reja qilgandim, lekin 6 marta yugurishga chiqdim. Ya'ni bu 53 kilometr yuguribman bu oyda. Kamroq yugurdim. Buni sababi shamolda, sovuq paytda yugurganimga belimda ozgina og'riq bo'ldi. Shuning uchun keyinchalik yugurishga chiqmadim oyda oxirlariga borib, lekin 6 marta yugurishga chiqib 53 kilometr yuguribman. Va keyin oddiy trenirovka, uyda trenirovka. Bunda bir necha haftada 2 marta trenirovka qildim. Lekin buni Strava ilovasiga yuklamadim. Trenirovka qildim xullas. O'zimda gantellar bor, toshlar bor, shular bilan trenirovka qildim yanvar oyida. Uchinchisi YouTube. YouTube'ga 2 ta video yukladim yanvar oyida. Buni birinchisi Survivorship BS haqida. Bu hozir o'qib turgan kitobim, ya'ni Fooled by Randomness, Talib Nassimni kitobi. Shu kitobda keltirilgan bir tushuncha, bir so'zni, ya'ni Survivorship BS degan atamani yoritib berdim. O'zimni tushunchamni, umuman shu so'z nimani anglatishini va hayotga bog'lab tushuntirib berganman. YouTube'dan ko'rsanglar bo'ladi. Ikkinchi videoyim esa anatomiya imtihoniga qanday tayyorgarlik ko'rganim, nimalarni o'rgandim, qaysi mexanizm bo'yicha, qaysi usul bo'yicha anatomiya imtihoniga tayyorlandim. Shu haqida video tayyorlaganman va imtihon kuni bo'lganligi, qanday o'tganligi haqida video tayyorlaganman. Aynan anatomiya imtihoniga tayyorgarlik. Bu birinchi kurs talabalariga juda foydali bo'lishi mumkin. Shuning uchun ochib ko'rsanglar bo'ladi. Xo'sh, YouTube'da 2 ta video yuklandi. 4-yo'nalish bu nemis tili. Nemis tili kursiga qatnashaman. Nemis tilida 12 marta bir oyda bo'ladi dars deb olsak, shundan 9 tasiga menimcha qatnashdim. 3 ta
darsga qatnasha olmadim menimcha. Chunki uyga borib keladigan vaziyatlar bo'ldi. Shuning uchun darsda qatnasha olmadim. Har bir darsga vazifalarni qilib bordim, qatnashdim. Sprekenimni ko'tarishga harakat qildim и YouTube'dan Easy German degan juda foydali nemis tili o'rganuvchilari uchun kanal bor. O'sha kanaldan bir necha videolarni ko'rdim. Ularni orqasidan shadowing, inglizchalab shadowing deyiladi. Ortidan qaytarish gapni eshitib, so'zni eshitib, orqasidan qaytarish shuni trenirovka qildim o'zimda. Sprekenimni, ya'ni so'zlashuvni oshirishlik uchun. Xo'sh, darslarni keyingi oydan to'liq qatnashlikka harakat qilaman va yugurish, sport bo'yicha keyingi oy Xudo xolasa ko'proq yugurishga chiqishga, ko'proq sport bilan shug'ullanib, aktiv bo'lishga harakat qilaman va YouTube'ga foydali video olishda va foydali mavzularda video olishga harakat qilaman. Agar qaysi ideyalarda, qaysi fikrlarda, qaysi mavzu bo'yicha videolar olishimni xohlasangizlar, kommentariylar yozib qoldirishim mumkin. Shularni ko'rib chiqib, eng foydalisini, eng aktualiyarini haqida, tibbiyot haqida yoki sport, nemis tili, boshqa mavzularda video olishim mumkin va universitetda bizda fevral oyidan boshlab darslar boshlanadi. Yangi fanlar, yangi domlalar, shu bilan universitet darsliklarini boshlaymiz va tibbiyotni o'rganishda davom etamiz. Xo'sh, shunaqa yanvar oyi shunday o'tdi. Sog' bo'linglar. Keyingi yangi oy hisobotlarida ko'rishguncha.